Akalar, sizlarga har doim xizmatdamiz. Siz like bosmaysizlar, akalar. Bitta like bosib qo'yinglar. Hech narsa ketmaydi sizlardan. Like mol dunyo emas. Xudo xolisa like bosgan akalarimiz uylarida mana shunaqa yaxshi sifatli to'qlardan minglab millionlab bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Xalqobod mahallasidan sifatli bo'lgan, o'z mamlaqa yaltiroq bo'lgan xudo xolasa, undan tashqari kashtallari bo'lgan bir partiya to'qlarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz akalar. Xo'p, akalar, Qo'chqor tanigan bo'lsalaringiz, bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa ana shu Qo'chqorlar bilan mana bu partiyani ham inshaalloh sotamiz akalar. Holati yaxshi bo'lgan, sog'ligi yaxshi bo'lgan mana shunaqa to'qlichalarni sizlarga ko'rsatamiz. Endi asta-asta ma'lumotlarni sizlarga yetkazaveramiz. Akalar, mana ko'ryapmiz, endi sekin-sekin egalari bilan ma'lumotlarga kirishaveramiz endi. Xo'p, like bosgan bo'lsalaringiz, bo'ldi akalar, endi biz xizmatdamiz. Xo'p, aka, sog'ligingiz zo'rmi, charchamayapsizmi? Va alaykum rahmat, o'zingiz zo'rmisiz? Rahmat. Mana ko'ryapmiz, hammasi yaxshi, bu safargilari ancha chiroyli. Bundan tashqari men kelgan Qo'chqor ham turibdi-ku buni ichida har doimgidek. Gap yo'q. Endi bularning soni nechta dedik? 14 ta aka. 14 bosh. Bitta Qo'chqori bilan. Mana, gigant Qo'chqori bilan. Bu bilanmi boshqami? Hammasi bitta Qo'chqori bor. Ichida kattadan tashqari. U sotilmaydi-ku. Mana bu Qo'chqorchasi bor ekan akalar. Xudo xolasa mana gigant Qo'chqor ham ichida yuribdi lekin. Endi buni holati qanday? Sog'ligi, yeb ichishi? Aka 100% garantiya sog'ligiga. Qanchalik bo'lmaydi, любой vaqtda. Bemalolchilikmi? Sifatgacha bemalolchilik. Gap bu. Akalar, xudo xolasa bexijolat, mana sog'ligida hech qanaqa muammo yo'q. Kelib, ko'rib, tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Demak, 13 bosh urg'ochi bitta Qo'chqorimiz bor. 13 bosh bo'g'ozligiga garantiya 100%. Mana akalar. 13 boshi bo'g'ozligiga garantiya ekan, lekin Qo'chqorni bilmaykanlar. Qo'chqor aniq emasa bo'g'ozli. Yo'q. Akalar, hazil-hazili. Inshaalloh Qo'chqorimiz bo'g'oz emas. Haqiqiy Qo'chqor hozirgi ba'zi bir o'zini erkakman deganlardan ko'ra mujikroq. Xo'p, endi holati yaxshi, sog'ligi yaxshi bo'lgan mana shu partiya. Endi buni nima qilamiz? Dastavkasi bordir. Dastavkasi bilan ichida aka. Ichidami? Har doimgidek dastavkasini qo'yamiz. Dastavkasi qilib beriladi-ya? Shunaqa. Dastavka qayergacha endi? O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab akalar dastavkasi bo'lyapti. Holatlari yaxshi, mana ko'ryapsizlar, rang ro'yi ham yaxshi ekan. Endi bular bo'yi necha santimetr, nima deb o'ylaysiz? 65 ga 70 qo'yavering aka. 65 ga 70 sal past, lekin men hozir ko'ryapman, mana ular ancha baland. Ichida mana. Endi primerni-da. Primerni. Endi hozir 65 ligi yo'q, rostini aytay, men o'zim ko'rib turgan odam sifatida mana shu eng kichkinalar ham 70. Siz menimcha yangi kirdingiz-a bu sohaga. Gapni ochig'ini aytay. Bular 70-75, bular 70-75 bo'lgan qo'ylarimiz akalar. Xo'p, Tilomurod bizning tilimizda har doimga tanishganmiz, Qo'shamurod deb tanishgan ukamizning mollari, bir so'z bilan aytganda. Men o'zim begona emasman, shuning uchun bor ma'lumotni men o'zim aytayapman. Endi nima qildik? Buni pulini ham endi o'zingizdan eshitayman. Sizni vakil qilib qo'yganlar, xudo xolasa o'zingiz hamma narsani bosh-qosh bo'lib turibsiz. Pulini aka 3.900.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. 3.900 dan. Shunaqa. Akalar, demak 3.900.000 so'mdan dastavkasi bo'lyapti. Gapni ochig'i. javob beramiz. Demak, 100% bo'g'ozligiga javob deyilyapti. Mana dachi Qo'chqor qaramay ham qoldi, mana shuni hidlab ko'rib, hammasi joyidaligini bilib qaramadi. Endi ko'ryapmiz, bo'g'ozligi yaxshi ekan, hammasi yaxshi ekan, sog'ligida muammosi yo'q ekan akalar. Bemalol agar muammo chiqsa, o'sha Tilomurod ukamiz, Qo'shamurod ukamizni taniganmiz, o'zimiz ham o'sha kishining nomerlari bilan kerak bo'lsa qo'yib beramiz. Hech qanaqa muammo qilmasdan dachi almashtirib ham berishaveradi. Inshaalloh bo'lmaydi unaqa holat. Bemalolchilik akalar, mana ko'rib olaveramiz. Yaxshi to'qlichalar akalar.